شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 139 oyatiga keldik. Oyatimiz yana ilgirki oyatlardagi mazmunning davomi, ya'ni ahli kitobning o'tkazgan xatoliklari, ahli kitobning o'rinsiz munoziralari din haqida. Bir narsani tushunib bo'lgandan keyin, haqiqatan nima ekanligini bilib bo'lgandan keyin, shariatning o'zini talab qilayotgan narsaning nima ekanligini bilib bo'lgandan keyin yana boshqa maqsadda o'zining havoyi havas, foyda manfaatlari yuzidan o'rinsiz munozara qilish, masalani jangi jidalga aylantirish qiliqiga qarata Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolamga xitob qilib davotidi. Qul أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Peygamber'e den degan bir so'zni ishlatyapti. Agar Rasulullohga sen mushta digin deb qo'yib, deyilmoqchi bo'lgan gaplarsa so'g'an bo'lsa, Rasululloh qo'lni demagan bo'ldi. Bu bir oyat o'g'achqa, Qur'on bo'g'achqa Rasulullohning ustiga cheksiz mas'uliyat. Aynı şekilde yetkizish. Qur'onning o'zining kalomi emas, balki Allohning kalomi. Nim desa shuni aynı şekilde yetkizish deydigan bir uqum, deydigan bir ifoda yuzidan shunashqa Payg'ambar Qur'onning nurg'un yerlarida "Dani Muhammad alayhisalom" deb oyatning mazmuni bor. Rasululloh uni bevosita demay, qul bilan billa, dan degan iborat bilan billa deyishi, chunki Qur'on shunday shaklda. Bunu ifodalash uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynı şekilde qanday qilyapti? Akilyapti. Ya'ni qul dani Muhammad alayhisalom deb Yahudi ahli kitoblarga xitob qilib, ajaba bizning Rabbimiz Alloh tusa, bizning o'rtaqlashadigan nuqtamiz bu tusa, sizlar Alloh haqida biz bilan munozirlashamizlar, dalillashamizlar, jidallashamizlar. Maydaga bir nuqta bor. Ahli kitob o'zini shariat ahli deb qaraydi. Osmon risolatining sohiblari deb qaraydi. Tavratning sohiblari biz deb qaraydi. Musoning agashishchilari biz deb qaraydi. Agar shu ta'limotda, shu shariatda, shu yo'lda ular rasul bo'lsa, nima deb munozara qilasizlar biz bilan? Bizning ta'limotimiz ayni shu ta'limot. Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh bizni yaratgan, bizning Rabbimiz Allohdan boshqa bizning hech qanday bir da'voyimiz yo'q. No'g'andiga nima deb munozara qilasizlar? Bo'ldi. Yani ma'nodagi masala ahli kitob bilan yo'l orish masalasi. Nima uchun ulardan samimiyat his qilinmadi hozirga qadar? Agar ularda haqiqiy samimiyat bo'lib qolsa, masala Alloh masalasi bo'lsa, uning Robbi Alloh buni uni e'tirof qiladi. Bizning Robbimiz Alloh, ixtilof qilishadigan hech narsa yo'q. Talashadigan hech narsa yo'q. Bu haqda munozara qiladigan bir narsa yo'q. Ammo masala unda bo'lmag'achqa, masala samimiyatsizlik masalasi, foyda manfaat masalasi o'g'achqa, bular zo'lab dalil munozara jidalga ehtiyoj bo'lmagan narsalarni yoki taraflarni o'tirida dalil munozaraga ko'tarib chiqyapti. Bu bularning samimiyatsizligi. Shuningcha lana a'maluna va lakum a'malakum. Bizning ishimiz o'zimizga, sizlarning ishinglar o'zinglarga. O'zinglarni shariat ahli deysizlar, din ahli deysizlar, Musoning agashchilari biz deysizlar, biz degan payg'ambarlarning avlodi deysizlar, Alloh bizni payg'ambar chiqargan deysizlar. Sizning ishinglar o'zinglarga, bizning ishimiz o'zimizga. Bizmi ko'nglimizda oyatning oxirida va nahnu lahu muxlisun. Ya'ni
özümüzning ixlosi bilan, qalbimizda Alloh qo'ygan samimiyat bilan ishimizni qilaveraylik. Sizlar qilaveringlar ishinglarni, amalda ixlosdan boshqasi qabul qilinmaydi. Ko'rasizlar. Chunki bu yerda sizlarda bir samimiyatsizlik bor demakchi. Agar haqiqiy samimiyat bo'lsa, masalaga samimiylik bilan qaraydigan yeringlar bo'lib qolsa, munozara qiladigan tema emas bu Alloh temasi. Chunki Alloh temasi o'rtaq tema. Allohni sizlar Robbimizga e'tirof qilasizlar, biz Robbimizga e'tirof qilamiz. Bunda bo'lgandan keyin sizlar ishinglar qilinglar, biz ishimizni qillar va nahnu lahu muxlisun. Biz ixlosman. Biz haq nada olsa şeyde. Bu yerdeki atuhajjunana fillah ve huve rabbuna ve rabbukum degan oyatda qo'llangan atuhajjunana degan so'zdagi munozirlashish, hujjat keltirishda tarjima qildim. Bu asli lug'at ma'nida ikki odam dalil paketlarini o'tirg'a akilib suhbat o'tkazish degan ma'noda. Masalan, her taraf o'zining fikrini qo'llab, o'zining fikrini qo'llab, dalil paketlarni o'tirg'a akiladi emasmi? Sura Baqarada 258-oyatda İbrahim alayhisalom haqida bunday bir mazmunlar bor. Alam tara ilallazi hajja İbrahim fi rabbih. Bilmamsa qarmadingmi? İbrahim bilan Robbi haqida munozirlashgan odamni ko'midingmi? Bunun ahvalını bildingmi degandek bir ma'noda. Bu sherdami hajja deb bir pil ishlatilgan. Bunun ma'nosi har birisi o'zining tarafini kuchlantirish uchun dalil paketlarini to'plab, o'tirg'a tashlab munozirlashgan bo'lsa, buni hajja, ya'ni atuhajjunana deganim shu ma'noda. Ya'ni cho'qim ikkisidan har biri qarshi tarafning fikriga qarshi, ma'noga qarshi her birisi o'zining gapini rostga chiqarish uchun paket dalil keladi. Bunun deliliga bu dalillar raddiya qaytaradi, bunun deliliga bu raddiyalarni qaytaradi. Mushu ahvolni arab tilida biz hajja, ya'ni muhajja deb ataymiz. Bunun tip yildizi muhajja chiqadi. Munozirlash. Bu yerdagi qul atuhajjunana degani shu munozirlashish degan ma'noda. Ya'ni demakchiki bu yerda bunchalar kuchab ketishning nima hojati deyapti Qur'on ahli kitobga. Ya'ni Alloh hammalarning Robbi bo'lgan ekan. Bu nuqta ikkilaylanda sildimi bizdimi qanoat topgan masala bo'lsa, sizlar Allohning Robbimiz deysizlar. Bizmi Allohning Robbimiz deymiz. Bu masala ustida munoziralashning hech ahamiyati yo'q. Aslında biz logiki noqsini aytgan vaqtda bu itrof qilinadigan masala bizimizda. Sizlar Allohning Robbimiz deysizlar, bizmi Allohning Robbimiz deymiz. Bu nuqtada uchrashishimiz kerak asli. Chunki bu nuqtada barabar. Sizlar Allohning Robbimiz deb itrof qildinglar, bizmi qildik, qilyapsizlar, bizmi qilyapmiz. Bu nuqtada biz barabar. Ammo bu yerda shuncha dalil paketlarni epkilib, kuchab Üzerinin fikrini qo'llab bu derecede münazaraga hazırlangan ikkensiler bir mesele var. Bu tema asli oturumuzda münazaraldigan tema emas. Çünkü sizning gapingiz haq olsa ve bizning gapimiz haq olsa, sizning Allah bizning Robbimiz degan gapingiz haq olsa, bizning Allah bizning Robbimiz degan gapimiz haq olsa, münazaradan keragi yo'q. Ammo madam oturumuzda munozir bo'ldimi? Sizlar kuchab o'zingizning fikrini ustiga chiqarishga urinyapsizlar bu temada. Biz shunday qilyapmiz. Bu yerda ikkilarning birisi xato. Ya'ni mush degan gapimiz xato. Mush gapimizda biz samimiy emas. Sura Shura'da bu haqda bir oyat var. Vallazina yuhajjuna fillahi ba'da mastujiba lahu hujjatuhum dahida inda rabbihim ve aleyhim gadabun ve lehum azabun şedid. Allah'a iman etip Allah'ın yoluna ergişip biz Allah'ın bendisi dep bo'lgandan keyin yani Allah hakkında münazara tushgan adamninki paket emas beka. Allah'ın nazarida. Bular g'azabga loyiq kishilar, bularga tirtlik azob deydi. Yani bu mesele tugagan masala bo'lish kerak asli. Unda münazara degan haq bilan haqni o'tirib olmaydi. Sizlar Allah'ını bizim Rabbimiz deb tuğan ekansizlar. Bu gapingni haq deysizlar. Biz Allah bizim Rabbimiz dedik, bu gapimiz haq.
İşte haq gapni o'tirdi munozir olmaydi. Chunki bu masalada ittifoq asli biz. Sizlar samimiy olsanglar. Bunda munozir degan botil bilan haqni o'tirdi, ya botil bilan botilni o'tirdi bo'ladi. Chunki haq degan bir, ammo botilga ming yo'l bor. Demak, bu yerda aramizda bunda munozir o'tirib bo'lib qoldimi? Haq ustida cho'qim sizlarning Alloh bizning Robbimiz degan gapinglar xato. Mush gapinglar sizlar samimiy emas. Allah subhanahu wa ta'ala meyada meseleni kesip atıdı ma munazirinin meselesini kesip qanday gap bu anda olsa dese Allah subhanahu wa ta'ala lana a'maluna ve lakum a'malukum ve nahnu lahu mukhlisun deb bizga ma'no yututyapti. Yani sizlar Rabbimiz Allah da'vatsizlar, bu yol to'g'ri da'vatsizlar. Bizning Rabbimiz Allah da'vatimiz o'xshash bir nokta, ammo o'tirimizda munozir bo'lyapti. Tamam, sizning ishinglar o'zingizga bo'lsin, bizning ishimiz o'zimizga bo'lsin. Biz bu gapimizda, bu ishlarimizda ixlosman inshaalloh. Biz bu yerda o'rinsiz bir munozirani qilg'imiz yo'q. Chunki masala oydin. Biz bayatdan degandek, hech foydasi yo'q. Biz o'zimizning ishni qilaylik, sizlar o'zingizning ishni qilinglar. Chunki har odamga o'zining amali foyda beradi, asqatadi, madamiki u shu amalda ixlos bo'lsa. Ixloslan qilgan bo'lsa. Biz Allohga yolg'iz ibodatni ixlos bilan qildik. Allah'ını bizim Rabbimiz deb ixlos bilan itiraf qildik. Allah'ning yo'lida ixlos bilan qana qildik, mangdik. Buning ustidan biz o'zimizga yarasha nasibimizni olamiz. Endi sizlar kelsak, ibodatinglarga o'zingizlar yaxshi ko'rgan shaklda, xohishinglar tortgan shaklda qilyapsizlar, buningkini o'zingizlar olasizlar, buning nasibisini. Tamam, ish mushtat bo'lsin. Chunki bu ish munozir bo'ladigan ish emas. Chunki sizlar itiraf qilasizlar uni. Allohning Robbimiz deb. Bunda holatda munozir olmaydi o'tirimiz demakchi. Yani sizlarning bizning Robbimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolo hech kimdan ortiq qilgan emas. Illaki yaxshi amal, Allohning rizoligini ko'zlagan xolis amallarni birisi ortiq qiladi, qolgan hech qanday jihatda odamdan ortiq olmaydi. Sizlar o'xshash banda, biz o'xshash banda. Qaysimiz amalni ixlos bilan qildi, Allohning nazarida shu ustun. Unda o'g'andan keyin biz ixlosni birinchi o'ringa qo'yaylik. Kishilarning oldida amalimiz bir olsun, birisi savab oladi. O'xshash amallar. Yana birisi gunoh azob oladi. Chunki muhimi shu amalning Allohga ixlos bilan bo'lishi, xolis bo'lishi. Bu tarafga shunga o'xshash bir amalni qilgan ikki odam ikki xil oqibatga uchraydi. Nima yusidan? Ixlosi yusidan. Bu yerdagi sizlar bizning o'tirimizdagi masala ixlos masalasi, samimiyat masalasi. Sizda samimiyat yo'q bu haqda bo'lmasa, o'tirimizda talashadigan narsa yo'q. İnsan deyishi mumkin, bunda bir savollarni tashlashi mumkin. Ixlos degan amalda bo'ladi. Ya'ni buning o'rni qalb. Yani ixlos degan qalbda bo'ladigan narsa. Bir odam birovga izzat bermasa, yomon ishni qilmasa, qalbi xolislan bo'lsa, namoz o'qishni hojati yo'q, unda bo'lsa deyishi mumkin. Ammo biz deymiz. Mesela niyet meselesi emas. Bu yerda ikki masala. Birisi amal va niyat. Amal va niyat meselesi. So'g'a odam niyat asosida olsa nazaringlarda. Niyat yaxshi bo'lgandan keyin namoz o'qimasin bo'lar deb savol olsa, biz deymizki, yo'q. Bu yerdagi masala niyatlam emas, niyatdan boshqa amal masalasimi bor. Chunki payg'ambar alayhisalom niyatni tavsiya qilgan, niyatni muayyanlashtirgan hadisda niyat bilan tilg'amdi. Balki bizda innamal a'malu binniyat. Ya'ni amallar niyatlanib, amal niyat ikkisi teng bo'lish kerak. Çoxum avval niyat samimiy bo'lgandan keyin amal bo'lish kerak. Chunki mana bir nuqta bor. Bizning qilayotgan har bir ishimiz bir manfaatli, foydali ishlardi. Niyat o'zimiz foydalanadigan narsa. Niyatlan. Amal boshqalar foydalanadigan narsa, kishilar foydalanadigan narsa. Endi niyatingni sadaqat qilaman deb bir niyating bor. Alloh bu niyatingga ajr beradi, buni foydalandingmi? Ammo sadaqat qilmasang bundan başqa foydalanma. Sadaqat qilgan vaqtingda niyatingdan sen foydalasa, Allohning nazarida ajr bersa, qilgan sadaqatingdan kambag'allar foydalanadi. Ammo niyatingda Allohni ko'zlamading. Kishilarning ig'izidagi nom shuhratni ko'zlading. Riyoni ko'zlading, shu orqali bir ish qilding. Niyat yo'q va sen foydalanmaysan. Ammo sening qilayotgan yaxshiliklaringdan kambag'allar foydalanadi, sen foydalanmaysan. Bunda masala bu. Niyat bilan sen foydalasa, ish bilan boshqalar foydalanadi.
niyetin olab, işin olmasa başka faydalanmaydı. Bu işin asası maqasidlardan birisi. O bu bulmaydı yani niyetlab iş olğanğa. Ama niyetin bolsa, işin bolsa, emel mi bolsa, niyetindan üzerine faydalısı, emelden başka faydalıdır. Ama niyetin yok, niyetinde Allah'ını közlemeden, samimi emezsen, riya ve başka nam şöhretini közledin, bunun da başkalar faydalıdır kılansının işlerinden sen hiç faydalanmayısın. Noğandikin Allah subhanahu wa ta'ala'nın məqsidi iş ihlas bilen cüpleşiş gerek. Şu ayet-i kerimede bitilganlığına وَلَكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ da poğannikin وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Emel ezelden ihlas bilen belli buluş gerek. Ezelden niyetlen buluş gerek. Yani bu emel degen, yaxşı emel dep davam emel dağıtımız hayattaki qılgan bir işimiz bizning. Emelde başka narsa yok. Emeli qılgan iş. Endi niyet aş iş qarta sahibiga savabni biridu yoki u sahibidan, şu amelning sahibidan savabni qana qiladi, cheklaydi. Bu haqda Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 271 oyatida in tubdus sadaqat fa na'imma hiya. Sadaqatni, yaxshi amallarni, sadaqat yaxshiliklarni oshkor qilsanglar, umi bo'ladi. Yushurum qilsanglar, kambag'allikqa batma bu sizlarga yaxshi. Sizlarning yomonliklarini o'chirib o'tadi. Alloh sizlar qilgan ishdan xabardor deb buningki savob ajrininki amalga bo'ldiganligini shuni bilan birga ixlos bilan birga bo'ldiganlik. Chunki mayda yushurun qilsanglar degan bir ixlos ifodasi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizning sadaqat qilishimizni xohlaydi mush oyatda. Kambag'al sadaqatlar manfaatini yurdi. Mayli sizning niyatingiz, voy sadaqat qildigan yaxshi demkan desin, yoki taqvo ajoyib yaxshi demkan desin olsun, yoki sadaqatingizni yushurib ixloslan qilgan bo'lang, sadaqatingizdan kishilar manfaatini yurdi. Siz u sadaqatdan, u amaldan yaxshilikni o'ylamang, boshqa foyda elaveradi. Masalan, biz bino silishni niyat qildingiz. Yani bir bino salmoqchisiz. Bu yerdagi niyatingiz mush bino sizning bir mulkingiz olsun degan niyat bor. Ama mush orqali atrofingizdagi minglarcha kishilar bundan foydalanadi. Siz ash yerni sotib olgan vaqtdan tortib, uning chertyojini sizga vaqtdan tortib, onun tigini kolatqa vaqtdan tortib, holini qo'ygan, sağgan, uni yasagan hatta hammasi manfaat. Demak, bir qilgan ishingizdan hammasi manfaat oladi. Ammo sizning boshdan tortib oxirigacha niyatingizda Alloh bormi, yo'qmi, manfaatni yuradi xah. Ammo siz jo'dasa, siz boshdan tortib o'sha qilgan ishimda bir atrofimdagi odamlar ishtib yeb qolsa, yoki atrofimdagilarga foyda so'p qolsa, Alloh rizolik uchun degandek bir maqsadni qilsangiz, siz boshdan oxir foyda olasiz. Undan niyatingiz bo'lmasa, niyatingizda nim bo'lsa shuni olasiz. Chunki bu adolat bu. İnsanning niyatida nim bo'lsa, shuni elish adolat. Demak, har qanday bir ish kishilarga manfaat va uningda siz yaxshilik niyat qilmang, ixlos niyat qilmang, haqlarga manfaat bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taoloninki sizga shu ishga qarata mukofot berish bermaslikka kelsak, sizning ixlos bilan qilgan niyatingizga qarab turadi. Niyatingiz, qilgan ishingiz, niyatingizda Allohga xolis bo'lsa mukofot uradi. Boshqa nishon uchun bo'lib qolsa, u mukofot yo'q. Chunki ishlarni boshqa niyatda qilish, diniy ishlarni va Allohga shirk keltirganlik. Allohning shirkka ehtiyoji yo'q. Ba'zilar munda bir savollarni qo'yib, bir kofirdan birisi bor. Ajoyib cho'ng bir kashfiyotlarni o'tirgan açıqda yoki cho'ng bir yaxshiliklarni qildi kishilarga. Zodi u odamning yaxshiligidan hammasi manfaat oldi. Hamma odam uning o yaxshidan deb qaraydi. O'zi musulmon emas, kofir endi, mu'min emas. Mush odam jannatga kiramdi, do'zaxga kiramdi deb. Tabiiyki do'zaxga kiribdi u. Chunki kofir desa buning qarta qilgan ishlari-chu deydi. To'g'ri. Her adam o'zining qilgan ishidan ko'zligin erishdi, bu adolat. U shu ishlarni qilayotganida oxiratda men foyda olaman, oxiratda mushuning mukofotiga erishaman deb qilgan bo'lsa, Alloh bunga bermagan bo'lsa, bu adolatsizlik. Masalan, sizlarning hozir davatgan bo'yicha. Ammo u ko'nglida u Allohga ishonmaydi, oxiratga ishonmaydi. Oxiratda qilchilik manfaatini umid qilmaydi. Faqat dunyoda
haq yaxshilik qilay, haq meni yaxshi desin, yaxshi odam bo'lay deb qildi. Buningga erishdi u odam. Shu odamni aslaydi o haq. O yaxshi odam deydi. Hatto ba'zi yerda uning suratlarini asdi, masalan. Meydalloh ismini yozdi pokuni deb, masalan. İsmi mangu haqning orasida qoladi, masalan. Ma'lum mazgil. Bu adamning ko'zligini bu. İnsanın o'zining ko'zligiga erishishi bu adolat yani. O dunyodagi shunga erishdi. Haqlanmoq dedi, cho'ng ko'rdi, uni hurmatladi, ehtirom qildi, ismini tarixga yozdi, Meydallohga uning haykali tiklandi, masalan, cho'ng büyük ishlarni qilgan bo'lsa, tamam bu o'zining ko'zligiga erishdi. Oxiratni ko'zlamagan bo'lg'achqa oxiratda buning bir narsa bo'lmaydi. Chunki uning niyatida Alloh yo'qdi. Niyatida oxirat yo'q. Chunki kafir, musulmon emas u. Biz shuni misolni olyapmiz. Mashta masala, ixlos yo'q masala, aynan shu shakldagi masala. Ya'ni inson o'zining qilgan erishidir. Qilgan amalidan oxiratni ko'zlab qilgan bo'lsa, uningga erishadi. Dunyoni ko'zlab, palonining cho'ng bo'lishini, pokunining voymadan noch ekan deyishini ko'zlab yoki birovlarning uningga iqtisodiy jihatda shu tufaylidan mol-mulk berishini, mol-mulk yoki va boshqa har qanday bir huquq, nupuz nimani ko'zlagan bo'lsa, shunga erishadi. Ko'zlamikin girişenmeydi. Şuna onun oyman demiş ki kıyamet günü size savab alamayma deyiş hak olma. Çünkü onu közlemedi o. Közlemegende girişenmeydi insan. Şuna bugünkü muşu hazır okugan dersteki en muhim halka işinin samimi buluşu, ihlas bilen buluşu. Bulması Yahudiyinin ehli kitabının davatqını mı Allahu Rabbuna degan gapni deydi şular. Allah'ın özünün Rabbi deb itiraf qiladi şular. Biz mi deymiz bu noktada oturumuzda ixtilof yo'q. Ammo meselesi bularning qalbidagi samimiyat olmaganlik uchun Qur'onda aytadi, ishni qil, men ishimni qilay. Biz samimiy insonlar, dangi Muhammad alayhisalom. Biz bu amalni Allohga xolis qilamiz, dangi Muhammad alayhisalom deb bu xil shaklda masalani kesib o'tadi. 140 oyat, yani oyatning oxirisi, sura Baqaraning o'xshashlar. Am taquluna inna Ibrohima va Ismoila va Ishoq va Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Amdi Allah subhanahu wa ta'ala Yahudlarga İğir derecede bir reddiye bir vatıdı. Yahudiler, Nasaralar, biz ilgili dersimiz degendek özüne hak din üstüde, hakikat üstüde. Ötmüştü ötken İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yaqub aleyhisselam ve ondan başka esbatlar mesela. Yahudiler, Yahudidular, bizden yolumuz ditti deb dava qiladi. Hristiyanlar, bizden yolumuz ditti deb dava qilyapti. Allah subhanahu va taolo bularga qattiq raddiya shaklda sizlar bilamizlar, Alloh deyapti. Tabiiyki, Alloh iymon etgan har qanday insonning beradigan javobi Alloh biladi. Undan unda emas sizning gapingiz demakchi-da. Oyat deyapti-ki, yoki sizlar Ibrohim alayhisalom, Ismoil, Ishaq, Yaqub asbatlarni Yahudi yoki Nasara demisizlar? Davada doğu Yahudiler. Biz aşuttuk. Ular bizdi yani. İbrahim Aleyhisselam Yahudi. Yahudi Hristiyan. İbrahim Aleyhisselam Hristiyan. Aşılı bizim yolumuzda dava kılatıdı. Allah buna cevaben davatıdı ki Kul entum a'lamu amillah. Bu cevap qarqanda bir özüne Allah'ın ben istep qaraq adam nimden cevap verdi. Sizler bilemizler Allah mı davatıdı? Tabii ki bir yerde maksat sual emas. Çünkü her qandaq Allah'a işengen her qandaq adam Allah bilir deb cevap verdi ki Allah demekçi ki gepanglayalım. Bunda emas mesele. Bilirsiz sizlar meseleni. Yani meseleni ixlos qilib taqiladi, samimiyat qilib taqiladi. Va man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah. Iniq bir guvohlikni ushlagan odamdan mu Allohning nazarida zolim odam bormi? Baksan. Va mallohu bi g'afilin amma ta'malun. Allah qilayotgan ma ishlardan Allah bi xabar emas deyapti. Bayatın deganimizda biraz soğan sualga Allah bilemdi sizlar degan savolga tabii cevap çıkmaydı. Çünkü hiç kim biz Allah'tan bilimiz diyenmeydi. Hiç kim diyenmeydi Allah'tan biz bilimiz diyenmeydi. Demek Kur'an'da muşnu o'xshash sual so'ralsa, tabii ki bunda suallarning javobi qana qilinib bo'lgan bo'ladi, birilib bo'lgan bo'ladi. Uning birilam javobi bor. Allah degandekin antum a'lamu amillah desa tabii ki Allah subhanahu va taolo buni hamidni obdan biladi. Biz bilmaymiz. Bu bir ameliy ahval.
Demek, bu yerdeki Allah subhanahu va taolaning bir savol shakl tashlagan bu so'zi masaladan bizga deb beradi. Albatta bizning normal turmushlarimizdami ba'zi siltimiz ya, biz kichik bolalar ya kichik bolalarimiz bizningki ba'zi masalalar bizdan talasa, "Ey, men sen dadang obdan bilamdi, sen bilamsa?" deymiz ba'zi. Bu gap sen tul atikachilik qilma. Men bilmam masala degan gap o'ynaqlar. Bu yerdagi masala shu masala. Endi müşahede masala tugagandan keyin yana bir bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta. İlgirki oyatlardan o'tdi bu xil ahvol. Daima İbrahim alayhissalom tilg'alangan vaqtida İsmail alayhissalom bilan tilg'alanadi. Masalan, bugungi oyatda İbrahim va İsmail va İshaq va Yaqub va al-asbat. Hammasida İbrahim, İsmail, İshaq mush payg'ambarlarning ismi qator tilg'alanadi. Yahudi Nasaralarninki nasli bunda İshaq Yaqub alayhissalomga, Yaqub alayhissalom İshaq alayhissalomga, İbrahim alayhissalom tutishdi. Bu yerda İsmail alayhissalom yo'q. İsmail alayhissalom İbrahim alayhissalomning yana bir o'g'li, arablarga tutishdi. Davom ahli kitobga, payg'ambarlar haqida xitob qilgan. Payg'ambarlar haqida ahli kitobga xitob qilingan har qanday bir oyatda İshaq alayhissalom bilan billa İsmail alayhissalatu vasallamning tilga elinishi nima demakchi desa, sizlar o'zinglarni Allohning alohida xalqi biz jannatga biz kiramiz, do'zaxga kirmaymiz deyapsizlar. Yo'qsa unday ish yo'q. Hammasi Allohning o'xshash bandasi, Allohning o'xshash xalqi. Siz o'zinglarni Ishaq alayhissalom tutatsanglar, ma arablarni İsmail alayhissalom tutishdi. O'xshash. Endi bu yerda muomala qilishda bularning hech darajasi bir-biridan qanday farqlanmaydi. Sizlar hech bir millatdan ortiq millat emassizlar. Sizlarning arablardan hech farqingiz yo'q. Sizlar Ishaqning avlodisangiz, ular İsmailning avlodi. Allohning nazarida bular o'xshash. Mana demakki, ya'ni o'zining xalqiga nisbatan iymoniy manba bir demakchi bu yerda. Mayli sizlar, mayli arablar kim bo'lsin, e'tiqod masalasida, din masalasida manbasi bir. Qanaqdir bu yerda İsmail alayhissalomning arablarning oti so'g'anligi, İshaq alayhissalomning sizlarning oti so'g'anliginlar bilan ilohiy manhajning, ilohiy yo'lning hech aloqasi yo'q. Yo'l bir. O Allohdan kelgan yo'l. O'zi İbrahim alayhissalom olib kelgan hanif yo'l. Ya'ni haqiqatni ko'zlagan yo'l, haqiqatda mangan yo'l. Şoňaşqalyqa ilgirki ayat okudyk biz 31-33-nji ayatda qalu na'budu ilahaka ve ilaha abaik. Yaqub alayhissalom ballardan sizlarga mendeki nimaga ibodat qilsizlar deb so'ganda, ballar dediki, sening va sening otalaringning ilohiga ibodat qilamizki, o İsmail, İbrahim, İsmail, İshaq. Şunisini bilan tilga oldim ayada. Oxirsida ilaha vahid, bir ilohlik. Ya'ni bularning hammasining diniy manbasi, ilohiy manbasi o'xshash bir. Ya'ni İsmailni zamonga avatib kishilarga payg'ambar qilib, bir yo'lning sardori qilgan Alloh bo'lsa, Ishaqni avatganmi Alloh. Ikkilisi bir o'xshash bir Alloh, ya'ni bir iloh. Madamki iloh bir bo'lgan ekan, iymoniy manhajmi bir bo'lish kerak. Sizlar bilan boshqalardan o'tirib farq qilmaslik kerak. O'tirdi agar o'xshamaslik, ixtilof yuz bersa, ularning boshqa, sizlarning boshqa, Yahudi dini boshqa, Xristian dini boshqa, Islom dini boshqa bo'lib qolsa, cho'qim insonlar o'zgartgan bir farq bu. Amaliyotda bularning hammasi samoviy din, tigi bir, o'tirib qo'yotgan tashabbusi bir, apkaga yo'li bir. Bu insonlarning o'zining ishi. Shu dinning agash kuchli sanaladigan bir qism ixlossiz kishilar, ixlosi yo'q kishilar o'zining havaslarini, shahvatlarini, ba'zi foyda manfaatlarini qo'lga keltirish uchun din nomida o'ydirmoqlik qiladi. Bu hissidan shu farq paydo bo'ladi. Amaliyotda farq yo'q. Har odam o'zining qig'inga erishidi. Esinolda bo'lsin oxirida demakchiki. Sizlarning o'zinglarni Ishaq alayhissalomga nisbat berganinglar yoki arablarning o'zini İsmail alayhissalomga nisbat bergani oxiratda hech narsa foyda manfaat bermaydi sizlarga. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, sizlarning ota-bobolarning kim bo'lib ketishi sizga tegiz hayot kuzanmaydi. Uning mu'min, sizlarning boshqa bo'lib qolganligini yoki uning to'g'ri yo'lda, sizlarning xato yo'lda bo'lib qolganligini qiyomatga sizlarni qutqizolmaydi bu. O'zinglarni İbrahim alayhissalomga, İsmail alayhissalomga, İshaq alayhissalomga nisbat berib, har qancha qilgatinglar buning sizlarga foydasi yo'q. Undan boshqa bo'lib qolsa sizlarga ziyni yo'q. Har odamning qilgan ishi o'ziga. Bir odam o'zining nasib bilan faxrlanmasin, nasib bilan o'zining kelgusini belgilamasin,
o'zining qilgan ishi uning kelgusini belgilaydi. Degan shaklda bu oyat oxirlashdi. Undan keyin 41-oyatga kelsak, 41-oyatda bayatdan biz davatgan yuqorqi ikki oyatning mazmunini xulosalagan shakldagi bir mazmun bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo davatida astag'firullah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. O o'tgan ummat. O İbrahim, o İsmail, o İshaqlar hammasi o'tgan millat. O'tgan ummat. Onun qilgan ishlari o'ziga, sizlarning qilganinglar o'ziga. Sizlar ular qilganini so'ralmaysizlar. Esingizda bo'lishi kerak. 34 biz 41-oyatda, 141-oyatda, 134-oyatda mushayat aynı şekilde bir xitim o'tgan. Am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون deb Yaqub alayhissalom sakratga tushgan vaqtda ballardan olgan bir vasiyat bor. Ballarga mendan keyin nimaga ibodat qilsa degan vaqtda sening bayatni tarjima qildik. Bizning otalaringning Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning ilohiga, ya'ni bir ilohga ibodat qilamiz, biz unga bo'ysunamiz degan vaqtda tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat u o'tgan ummat ularning qilgan ishi o'ziga, sizlarning qilgan ishinglar o'zinglarga, ular qilganini sizlar so'ralmaysizlar deb bir o'tgan. Mayadimi o'tyotdi. Endi ba'zi yuzaki tushunib qolgan qarindoshlarimiz deyishi mumkin, bu aynı shaklda oyat takrorlanibdi. O'xshashgan deyishi mumkin. Biz deymizki, biz ilgari dedik, Qur'onda shakli bizga qarmoqqa, o'qimoqqa, shakl jihatda o'xshashda qilgan bilan ma'ni jihatda takror oyat yo'q. Her ayet kelgan yerda o'zgacha bir ma'no ifodalaydi. Yana buni siz tushunmayapsizlar yana. Deymiz. Birinchi oyat 134-oyatdagi oyat. Yahudlarga da'vat ediki, sizlarning o'zinglarni Ibrohim, Ishoqqa nisbat berib biz shularning avlodi deganinglar sizning bu Tavratni o'zgartib, ma'shariatni o'zgartgan jinoyatinglarga hech foydasi yo'q. Sizlar qilgan Allohning shayiti nomida qilgan xato ishlaringlarga qarata hech qanday foydasi yo'q. Bilinglarki, sizning hisob elindig'ini sizning amalinglar nasibinglar emas. Demakchi oyatda 134-oyat. Ammo hozirgi oyatda 141-oyatdagi o'tgan ummat uning qilgan o'ziga, sizning o'zingizga, uning qilganini siz so'ralmaysiz degan mazmun nima uchun deyildi desa, Mavla dedi ya, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, Ishoqlar Yahudiydi ya Nasrati dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bular munozir qilmaydi ki. Oyat davat ediki bularga Ismoil, Ibrohim, Ismoil, Ishoqlar Yahudi bo'lgan taqdirdimi? Yaqranlar. Mavla Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, Ishoq alayhissalomlar Yahudiydi deb da'vo qiladi. Xristianti deb da'vo qiladi. Unda emas, lekin ashta bo'lib qolgan taqdirdimi? Bu sizlarga o'zi ulanmaydi. Sizlarning bu yo'lda mang'iningga o'zi ulanmaydi. Chunki uning qilgani o'ziga, sizlarning qilganingiz o'zingizga. Qiyomat kuni buni sizlar o'zingizga pokit shaklda akalanmaysizlar. Demaysizki biz Ibrohim, Ishoq, Ismoilni Yahudi deb o'ylabdimiz yoki xristian deb o'ylabdimiz. Demaysizlar. Bunda pokit emas bu. Hech kimsa boshqa gap. Acaba uning qandoqligini sizlar obdan bilamsizlar? Alloh obdan biladi. İnaqki Allah obdan biladi. Musulmonlikqa o'zi guvohlik bergan nurg'un dalil faktlarni ko'rdik. Shunga boshqa ikkisining ma'nosi o'xshamaydi bu yerda. Oyatda nasabga bog'ladi. Bu sizlarga foyda bermaydi dedi. Mayada yo'lni bog'ladi. Bu sizlarga foyda bermaydi. Agar uni mush yo'lda deb qolgan taqdirda, masalan, ma'qul Yahudlar o'zining hozirgi qilayotgan, tutayotgan yo'lini, qilayotgan ishlarini aqlab, Ibrohim alayhissalom mush yo'lda itdi desin. Xristianlar o'zining qilayotgan ishlarini, o'tkazayotgan xatoliklarni aqlab, Ibrohim alayhissalom xristian desin. Unda u emas, ashta bo'lib qolgan taqdirdimi? Ulu xatolik o'tkazib, ulu xatolashgan taqdirdimi? Uning xatoligi bilan sizning xatolikni aqlanmaydi. Lekin uning mush yo'lda, yoki mush yo'lda emas ekanligini sizlar bilamsizlar? Alloh biladi. Bu oyatdan oyat o'tdi. Bu shaklda kelgan oyat ma'vo. Shuningcha Qur'oni Karimda o'xshash kelgan ikki oyatni hargiz bir qitim takrorlanibdi demaslik kerak. Ya'ni birinchi oyat
Qiyomat kunisi o'zingizning nasibini aşı peygamberlerge tutaştığanlık sebebini sizlerge hiç şefaat yok demekçi. İkinci ayette sizler zorlap o peygamberlerini üzerlerinin yolda da dava kılısılar. Kıgan davayını makul doğru olsun, aşı peygamberler şu yolda olsun, aşına hataşını kıgan olsun, bu sizlergenin bulanmaydı. Hiç öz bulanmaydı. Her adam özün hatalıkını kötü yorulduğun gibi. Yani onu sizde hatalaşkan olsa cezasını tatlı. Onda emez lekin eminiyette. Ayette de doğru. Allah bilemdi, silimu dediğin ayet. Eğer sualın birini koydu. Kul entum a'lama billah. Ulu sındaki okşaş muş yoldu mangan takdirdi mi? Hatalaşkan bolsa, silişluğa ekşi hatalaşkan bolsanla, yine silik özürlanmaydı. Eminiyette o bu yolda emas mı? Kul entum a'lama billah. Allah bilemdi, silimu. Allah bildiğini kılar. Ulu bu yolda emas. O muşu yolda dep turup, üzerinin kalan hatalıqıga her kanca bahane istanla, bu ötmeydi. Üzerinin kığını üzerine giysap, onun kığını onu giysap. Degen manda şekilde kılıdı. Yani demek bir yerdeki mana tamamen iki mana. Ayetteki mana olan mana iki mana demekçi. Müşahidin özümüzün ahvalını tüz tuvasak buludu. Bizden kimlerin ilgili ayetke asasen kimlerin avladı buluşumuz, kimlerle tuqqan bolup ketişimiz bizden kıyametteki hiç işlerimizge yarmaydı. Yaki ma bugünkü ayetke nispeten bizge yol başlap mangalla bizning rahbarlarimiz, bizning boshliqlarimiz xatolik o'tkazsa, mushli xatolik o'tkazibdi. Biz mushlining keyinda mangdoq, mushlining bo'lsa shu degan gapimiz, yana bizning qiyomatga ahvolimizga hech o'zurlanmaydi-ki, har odam o'zining qilgan ishidan so'riladi. Gerçisini başlap mangani kim bo'lib kelsin, o o'zining ishidan so'riladi, sen o'zining ishidan so'rilsa, shunga bunga har bir odam alohida diqqat qilmoq lozim. Shunga bugungi darsimiz oxirlashdi. Allohning fazli bilan Sura Baqar din, yani Qur'oni Karimdan birinchi parisi o'shada oxirlashdi. Allohning fazli marhamati bilan inshaalloh ikkinchi juz'iga, ikkinchi parisiga o'tamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.